Assalomu alaykum. Bugun Koreyada Netflix aktyorlaridan bo'lgan Nuriddin Shoh akamiz bilan ko'rishib qoldik Lazzat restoranida. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qayerdansiz o'zi? Assalomu alaykum. Andijon viloyati Asaka shahar. Koreyaga necha yil oldin kelgandingiz? 8 yildan o'tdi. Birinchi kelganingizda qanday viza bilan kelgansiz? Birinchi D4 vizada kelganman, keyin aktyorlik E6, hozirda F2. Bizda hozir mana ko'payapti Netflix aktyorlari O'zbekistondan chiqqan. Aktyorlar oyiga qancha topishi mumkin? Davlatiga qarabmi yoki Koreya boshqa davlatlar? Janubiy Koreyadan qaraydigan bo'lsak, agar ishi bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmaydigan bo'lsa, premyerni hisoblasak, 0 dan $10,000 $0 dan $10,000 oyiga topish. Ya'ni umuman topa olmasligi ham mumkin, syomkasi bo'lmasa. Syomkasi bo'lsa yaxshi topish mumkin. Tushunarli. Koreyaga kelib aktyor bo'lmoqchi bo'lganlarga nima maslahat berardingiz? Tavsiya qilar edim. Aynan aktyorlik sohasida Janubiy Koreyada tanish bilishlik yo'q. Korrupsiya yo'q, hammasi talantga bog'liq. Netflixda ko'payib boryapti dedingiz. Birinchi men boshlab bergan bo'lsam, keyinchalik Azizbek ukam chiqdi. Mana Azizbek Adik bo'lib chiqdi. Ya, bo'ldi, ko'rdim o'sha Azizbek Adik. Avazbek chiqdi. Fighter adashmasam, MMA ukamiz bor.